Mayli oyijon, men ketdim. Mayli, yaxshi yetib olinglar. Oyijoningga salom aytgin. Xo'p, bo'ladi. Nevaralarim o'pib qo'ygin. Yaxshi yetib olinglar, qizim. Assalomu alaykum. Voy, Yaxshimisiz? va alaykum assalom. Voy o'g'lim, keling. Ovqatim tayyor edi. O'tirsanglar bo'lardi, bolam. Yo'q, sal shoshib turibmiz. Keyingi safar bafurcha kelamiz. Bir qoshiq bo'lsa ham yeb ketinglar. Maylimi? Yo'q, qiladigan ishlarim bor-da, xola. Bemalol kelamiz. Ovqat tayyor edi-ya. Sizlar ham o'tinglar. Xo'p. Mayli oyijon, yaxshi Mayli. o'tiring. Yaxshi boringlar. Nevaralarim Xo'p, o'qib bo'ladi. qo'ygan. Mayli. Bo'pti, xola, o'tinglar. Bo'pti. Ha? Kayfiyating tovoningga tushib ketdi. Nimadir yoqmadimi senga? Kuyov bo'lganingizga yaqinda 5 yil bo'ladi, adasi. Keyingi yil 6 yil bo'ladi. Undan keyin 7 yil bo'ladi. Bo'pti shunga. Ochiqroq gapirgin. Shu paytgacha oyimni xola deysiz. Xo'sh, Oyi desiz, oyim qancha xursand bo'ladilar. gap yo'qda degin. Qani gapir. Ya nima deyishim kerak? Nima qilishim kerak? Oyim sizni o'z o'g'illaridek ko'rib, tillardan o'g'lim o'g'lim degan so'z tushmaydi. Qaynoningizni xola deyish. Bo'ldi qil. Bo'ldi qil. Ko'p gapirma. O'zingdan aqllini yoqmagin menga. Tushundingmi? Men sana oyingni. Oyijon demayman. Bundan umid qilma. Meni onam bitta. Sizni uyingizga kelin bo'lib tushganimdanoq oyijon, adajon deyishga tilim o'rganib ketgan. Adashib oyi desam, qovog'ingizni solasiz. Oyijon deyish og'irlik qilyaptimi deb. Aslida meni ham onam bitta. Dadasi. Siz qanday fikrdasiz? Xulosa o'zingizdan.